Hürmetli vatandaşlık şeyimizi devamlaştırırız. Endeki mavzumunda 200 milyar dolarlık tamojni beje Cungo qandaq bardaşlık berdi. Mavzuda xabar 9 ayının 8 günü Amerika ovozning Xitoy tili programmasi e'lon qildi. Xabar bunday başlandı. 9 ayının 6 günü Amerika Cungo'ga 200 milyar dollarlık tuvar mallığı baj qo'yish to'g'risida ommadan fikr elish rasmiy ayaqlashdi. Kishilar mundaq faraz qilishdi. Prezident Trump hukumati nihoyatda tez orada turkumdagi bilib baj elish tadbirini yo'lga qo'ydi. Agar Jungo'dan import qilingan 200 milyar dollarlık tuvar mallığı baj elish siyosati yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, buningdan burun yo'lga qo'yilgan 50 milyar dollarlık baj elish qo'shilsa, Amerika Jungo'dan import qilingan tuvar mallarning yarimidan ko'proqiga baj qo'ygan bo'lib hisoblanadi. O'xshashda bu kunlarda Jungo iqtisodimi jiddiylashdi. Şirketlerinin paydası azayışga başladı. Chet el kapitali Jungo'dan çekilishga başladı. Xalq pul qimmati cho'shdi. Kundalik turmush buyumlarining bahosi o'rlab ketdi. İste'molning tuvallab ketishi o'tirib burjuaziya turmushining yuzlanishi bo'lib qoldi. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari 200 milyar dollarlık qimmatdagi Jungo tovarlarga yangidan tamojda beji qo'yadigan bo'lsa, Jungo bardoshlik beralamdi. Amerikaning qattiq besimiga duch kelganda Jungoning taqobil tura oladigan siyosati bormi, yo'qmi? Munozara qatnashgan aziz mehmonlar tuvandikcha. Yuqorqi mazmunlar munozaraning mazmunlari, endi munozara qatnashgan mehmonlar tuvandikcha. New York shahar universiteti tadqiqot markazining siyosat palla professori Shaman apandi, siyosiy obzorchi Chempokong apandi, Preston ilmiy jamiyatining doktori, siyosat va iqtisod palla olimi Chen Shaoning apandilar bugungi munozaraga qatnashdi. Bu munozarani Amerika ovozini radiosi uyushtirib o'tdi. Chen Shaoning apandi mundaq dedi: Jungoning qattiq maydoni aqliy o'ylanishning natijasida. Diqqat qiling Turan apandi. Siz qo'ygan savollarga javob müşahidin chiqdi. Men sizning savollaringiz javob beremedim. Arlıqda aldirash bo'lib ketdim. Asta kelimiz, javob beramiz, lekin bugungi leksiyalarda ba'zi savollaringizga javob chiqdi. Chen Shaoning apandi mundaq ko'rsatdi. Hozir Amerika Jungo munosabatida yegizlik o'zgarish hosil bo'ldi. Hozir Jungo Amerika munosabatida negizlik o'zgarish hosil bo'ldi. Amerika'da bazı olimlar mundaq hisoblaydi. Jungo savdo urushida qattiq pozitsiya qo'llanganligi vaziyatni hatto mo'ljallanganlikdir. Amerika Jungo savdo urushida qattiq pozitsiya qo'llanganligi vaziyatni xato mo'ljallanganlikdir. Demoqchi bo'lgani shuki, aqliy tanlash yoki bir oz yo'l qo'yish kerak edi. Bu orqali Amerika Jungo munosabatining muqimligini saqlab qola oladi. Demoqchi Jungo xato yo'l tanladi deyilgan asli bu so'zni tushuntiryapti Chen Shaoning. Lekin bizning ko'z qarashimiz tamoman boshqacha. Jungo yo'l qo'ymaslikni qaror qilgan bo'lsa, agrizma kayfiyat shakllik xato hukm qilish masalasi emas.
belki akli oynashdan keyin belgilangan siyosatdir. Beijing qattiq qarshilashishni o'ylashganda, yo'l qo'yganda tortadigan ziyon, yo'l qo'ymaganda tortadigan ziyonga selishtirganda ko'p bo'ladi. Diqqat vatandosh. Beijing qattiq qarshilashishni o'ylashganda, yo'l qo'yganda tortadigan ziyon, yo'l qo'ymaganda tortadigan ziyonga selishtirganda ko'p bo'ladi deb xulosa chiqadi. Savdo tijorat jihatda yo'l qo'yish yoki yo'l qo'ymaslikning natijasi Amerikaga eksport, Amerikaga yo'l qo'yish, yo'l qo'ymaslikning natijasi Amerikaga eksport qilishning ozlab ketishi bilan oxirlashidir. Masalan, savdo sohasida yo'l qo'yish yoki yo'l qo'ymaslik bu faqat bir Amerikaga eksport qilishning ozlab ketishi, ko'plab ketishining munosabati bo'ladi deydi. Natija o'xshash bo'ladi. Lekin aqli mulk qatlamaga kelsak, yo'l qo'yish fan texnika taraqqiyoti jarayonida aqli mulkni o'g'irlash orqali davondan aylanib, olqib o'tishga chorasiz qoladi. Amerikaga yo'l qo'ymaganda xatolikni tunishdan saqlanib qolmay, balki g'arb davlatlarini ilojining boricha texnika undirib oladi. G'arb davlatlardan ilojining boricha texnika undirib oladi. Bo'ldi. Asta. Kechiringlar vatandoshlar, kechiring. Talada so'zlaydi desam, bugun 2 kun bo'ldi, yomg'ir yog'yapti. Bugun chiqamdim, yana asos simsim yomg'ir yog'yapti. Talaga chiqamay qoldim, kechiringlar. Amerikaga yo'l qo'ymaganda xatolikni tunishdan saqlanib qolmay, balki g'arb davlatlardan ilojining boricha texnika undirib oladi. Beijing Amerikaning o'tir mezgillik saylimida bir-birlash qatlamining hosil bo'lishidan umid kutmoqda. Lekin Amerikada Demokratlar partiyasining navbatdagi haddiy harakatlaridan qaraganda siyosiy sahnadagi normal raqobatmi Demokratlar partiyasining tutib elishi ancha umidlik emas. 11-oylik o'tir mezgillik saylamda. Bu demak Beijingning arzu umidlarining ovozi planlab qoladiganligidan derak berdi. Jungo iqtisodi tuvanga sirilishga boshladi. Çin Shaoning mundaq hisobladi. Jungo iqtisodiga so'g'oq, garchi qahratan bo'lmasa-mu, qattiq so'g'oq yetib keldi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.